iyun oyi va iyul oyi litsenziyalangan firmada umra safariga borish narxlari necha bilan chiqdi do'stlar. Avvalambor assalomu alaykum. Bizlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan yaqinlar, hojotalar, hojonalar, salomatmisizlar? Alloh taolo umrlarini uzun qilsin. Inshaalloh 2025-yil haj mavsumidan keyingi umra ziyorat narxlarini e'lon qilamiz va reyslar qayerlardan uchishi va sharoitlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'ying, chunki har oyga umra ziyorat narxlarini shu kanaldan topishingiz mumkin. Inshaalloh bo'lsam biz boshladik. Bir boshdan boshlasak, birinchi o'rinda reyslar qayerlardan uchiladi degan savollar bizga tushadi. Reyslarimiz, ya'ni Toshkent shahridan ham bor, undan tashqari Vodiydan, ya'ni Farg'ona shahridan ham reyslarimiz qatnov bo'lib turadi. Ya'ni vodiyli do'stlarimiz uchun Farg'onadan reys qo'yib beramiz. Ya'ni Samarqand, Qashqadaryo, Tojikiston, qo'shni Tojikiston, Rossiya Federatsiyasida ishlab, Rossiya fuqarosini olgan, undan tashqari Qirg'iziston, Qozog'istonlik do'stlarimiz uchun Toshkentdan reyslarimiz mavjud. Ya'ni 2025-yil iyun oyining 20-sidan reyslar qo'yilgan. Ya'ni katta haj, ya'ni Qurbon hayiti o'zi 10-larga to'g'ri kelyapti, ya'ni taxminiy sanasi. Endi inshaalloh 1-2 kundan keyin diniy qo'mita o'zi chiqaradi nechinchi sanaga, ya'ni katta haj Qurbon hayiti to'g'ri kelishini e'lon qiladi. Taxminiy sanasi 10-11larda atrofida kelyapti, ya'ni 20-dan umra safari narxlari va reyslar qo'yildi do'stlar. Narx-navosiga keladigan bo'lsak $1175 ya'ni 14 kunlik umra ziyorati Toshkentdan uchsangiz ham, Vodiydan uchsangiz, ya'ni Farg'onadan uchsangiz ham shu narxda bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada bo'lasizlar, 11 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar. Malakali ellik boshchilarga yo'l boshchilik qilib o'zi birga ketadi va yana birga qaytib keladi. Undan tashqari 3 mahal milliy taomlar, haramga yaqin gastisalar bo'ladi. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqib bemalol savollarga javob olishingiz mumkin. Yosh katta, ya'ni hojotalarimiz, hojonalarimiz uchun Saudiya Arabiston gastisalarımizda, ya'ni klassika xizmatlar ham bor. Bemalol klassikalardan olib o'sha haramga chiqasizlar, Masjidul Nabaviyga chiqasizlarmi, ibodatga chiqib yana kelib o'sha gastisaga qo'yib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Ya'ni o'sha aravacha xizmati ko'pchilik yurishga qiynaladi. Shuning uchun aravacha xizmatlarini ham yo'lga qo'yib bergan. Xolasangiz o'zi yetalab yuradigan, ya'ni o'zimiz ishchilarimiz ham bor, tavob qildirib qo'yishadi. Ya'ni bu pulga bo'ladi, lekin 24 soatlik o'sha nima desa bo'ladi, klassikalarimiz bor. O'zingiz olib, agar eringizmi yoki o'g'lingizmi, qizingizmi, nevarangizmi olib borgan bo'lsa, bemalol aylantirib ibodat qildirib kelsa bo'laveradi do'stlar. Inshaalloh bugungi videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Narx-navolarimiz $1175. Bir dona Zagran pasport evaziga joylanib bron qildirsalang bo'ladi. Ya'ni iyun oyi va iyul oyi va undan tashqari avgust oyi ham reyslar sanalari chiqqan. Narxlari o'sha $1175. Toshkentdan uchsangiz ham, Vodiydan uchsangiz ham bir dona Zagran pasport evaziga joylanib bron qildirsalang bo'ladi. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarda o'sha Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqaga chiqinglar, savollarga javob olishingiz mumkin. Videoga bir dona like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. O'sha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini ham bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Inshaalloh bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.